Shok xabar. Zebo Rahimova Sharabarra aytib keldik uyga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni Ostonada 28 ta teddy kutyapti. Mashinani nech puldan olasizlar? Bizning maqsadimiz sizga sindirib olish emas. Sizni muxlislaringizga sovg'ingizni biz yetkazib qo'yamiz prosta. Donasiga nech puldan beraylik? Donasini 15 mingdan. 10 mingdan. Bo'pti. 10 mingdan ketdi. Mana ham sotib olasizmi? Mana shunda otaydim. Nech pul? 100 mingga berasizmi? 200 ming beringlar. Yo, 100 mingdan anne. 150 ming. Yo'q, 100. 140. Bo'ldi. 140 ga mana shu katta tejdini olishinglar mumkin. Zebo Rahimova mujik, lekin bizda ham hech qanaqa to'lq yo'q. Prosta sizlar uchun bu narsa hadya. Zebodan esdalik bo'lib qoladi. Da, o'zim muxlislarim uchun maxsus. Oldin oyim mushuk boqishga ruxsat bermas edilar. Hozir mana ruxsat berganlar, mushugim bor. Endi bular bilan o'ynashga vaqtim bo'lmayapti. Xafa bo'lyapti igrushkalarim. Shunga yaxshi bitta egasiga topshiraylik. Isrof yomon narsa. Sharabar isrofni oldini olishda davom etadi. 150 Qarang, men boshlayman bo'lmasa ketdi. 5 ming, 8 ming, 2 ming, 10 ming bo'ldi. 7 ming, 10 ming. Nima qilib tashladi? 3 ming mana, ammo kelasi 20 ming bo'ldi. 30 ming narsa oldi. Mana 20 ming mayli. 12 ming. Voy, 12 ming. Morsh. Nech pul? 15 ming. Nech pul deymiz? 30 ming. Yaxshi. Xo'p, yana oyoqchalar nech pul? Mana bunaqa yostiqcha bo'ladi bu. Dvovatnom narsa bu. 22 ming mayli o'tdi bizga. Nech pul? 15 ming. 10 ming. Birinchi mashinamni olganimda bu kiyadigilar sovg'a qilgan 5 ming. Yaxshi. Uchala oilaga 30 ming. mayli. Men bu Qaysi qizga tekinga beraveramiz buni. Xullas, haqiqatda malades gap yo'q. Zebo sizga alohida rahmat. Yo'dimaganingizga, kontent uchun shuncha narsa berayotganingizga. Sizlar bo'lsa tezroq harakat qilinglar va kommentariyada keyingi bloger kim bo'lishini yozib qoldiringlar. Xayr.